Faqat ben qaytdim. Svito uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Bag'anlarga vashsha o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz men o'ylab. Svitnoyim ham yoshlari ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamsa, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgan-ku. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boqib chiqar aydagan timokin. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan, o'tgan kun ketgan-ku. Shunga shunchami? Havo. Bag'an hamma do'stlarim meni sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk, 2 sutka o'tirding-ku. Jonayam tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? Tanimayapsizmi o'zingiz? Ada o'ylab o'tishga rasmimiz esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu shammi bu? Ha, men. Manmi bu? Ha. Kastamim qani men? Kastamim qani? Kastam nima chizmading? Hamsa, mana rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring qani onasini, Jonayam tegdingiz bor-ku.